Qadarlik radio anglagıç dostlar. Tövəndə Söyüngül Canişikning Köz Yeşidan Nemdelgen Zemin namlıq tarixi əslimisi huzuringlarda bo'ladi. Türme. U chaqcha mashina do'qmishdan burilib, tar ko'chaga kirdi. Bu qayer deb so'rdi, turdi. Oldimizdagi egiz tamliq yo'g'on temir darvozani ko'rsatib. Bir qarashdila uning turma ekanligi ko'rinib turadi. 3 metr egizlikda qalin tam, har do'qmishda tam ustida 2 kishilik kuzatchi munori o'rnatilgan bo'lib, to'liq qurollangan qarovul saqchilari tam beshida xuddi hozir jangga kirdigandek qiyofatda pelmontini tutib, u yoqdan bu yoqqa menib kuzat qilib turadi. "Ha, o'zingizning nima kelib qolganligini endi bilgansiz?" dedi, turdi. Mashina turma darvozasining oldiga kelib, to'xtab guduq berdi. Qora temir darvoza daranglab ichiga ochildi. Darvozani ochgan qurolliq ikki saqchi darvozaning ikki tarafiga o'tib tik turdi. Mashina darvozaning oldiga kelib to'xtadi. "Siz turib turing", dedi turdi va o'zi ichkirki ho'yliq kirib ketdi. Men mashinaning darisidan ho'ylining o'tirisiga zambil ko'tarib ishlayotgan kishilarga qarab, bu odamlar qo'lga ilingan mahbuslar o'xshaydi deb o'tgan kashganlarni ko'rib o'ltirdim. Ho'yildagi kishilarning hammasi echingan va qo'rqqan holda mashinaga surilib qarab, bir-biriga asta bir narsalarni so'zlaydi. Turdi ko'p o'tmasdan qaytib chiqdi va men qarab, "Siz tushing. Biz ikkimiz mushu joyda kutib turamiz. Ular texi rasmiyatlarni tugitib bo'lmabdi", dedi va shofirga mashinani turmining eshik oldiga haydab berib, yuklarni tushirib qo'yib, qaytib ketishni aytdi. Turdi ikkimiz o'tirdagi darvozada kutib turdik. Turdi menga nasihat qilib echingan holda, "Qizilguldek chiroyli yosh hayotinglarni o'ylamadinglar", degandek gaplarni qildi. Men uning so'zini anglab tursammi, ko'zim o'ylda ishlayotganlarda edi. Ular oftobda ishlab chiroylari qardab, o'riqlab, qoq ustixon bo'lib ketgan qora mahbuslar, kiyimlari yirtilib, har xil raxt parchalari bilan yamalgan, chiroylari sulg'un, ruhsiz, aram lingishib ishlab yurgan odamlar edi. Ular bizga ko'zni uzmay qaraydi. Menmi ularga qarab, bular kimlardi? Nima uchun bu joyga kirib qolgandi? Mushu eg'ir turmushda qancha vaqt yashab kelgandi deganda xiyollarni qilib, ularga echindim. Ularning har birisining taqdiri meni qiziqtirdi. Tam tepsida Xanzo qarovul saqchilar, qamoqda milliylar mahbus bo'lib ishlab yuruydi. Bu taqdir nega borsang odamga to'qinishib turgan. Turdining so'zi tugagandan keyin men uningdan, "Bizning qo'lga ilinganligimizni uydagilar qanday xabar qilamiz? Mushu yer turib xat yozsa qanday solamiz?" deb so'rdim. "Nima qayg'ursiz? Bu chaqcha sizning oilangizdagilar emas, butun shahar xalqi anglab bo'lgandi qachon", dedi turdi. "Sizlar bizning uyimizdagilar xabar qildinglarmi?" "Yo'q. Ularga xabar qilmadik. Lekin hozircha ularni anglamaydi demsiz? Balki butun Shinjongga pur ketgan bo'lmay, 1-2 kun ichida butun idora jamiyatlarda sizlarning ishinglar to'g'risida o'g'inish elib berildi." Men hayron bo'lib, turdiga qarab qoldim. "Nima bo'ldingiz? Hayron bo'lib qoldingizmi?" deb so'rdi u. "Yo'q. Xalqqa o'g'inish chiqib turdi-da. O'quvchilarning oddiy bir kichik ishimi xalqqa o'g'inish", deb kuldim. "Sizlar uchun oddiy bo'lgan bilan bu kichik ish emas. Kichik ish bo'lsa, sizlar bu turmda nima qilib yuraysizlar?
Bu qayer, bilamsiz? Bu degan Abdumurayliq birinchi turma, Go'nganting turmasi deb atildi. O'zingizcha oddiy kichik ish deb o'ylayotgansizda? deb qaynab ketdi. Mustaqillikni talab qilish jinoyat emas. Har bir insonning burchi, dedim keskin holda. Dal shuning o'zi jinoyat. Davlatni parchalab bo'lgunchilik qilish. Qiziq, deb kuldim. Siz haqiqatni aytamsiz? Men sizni sinab ko'ray. Hozir kimni ko'rdingiz? Qani, kim bor men ko'rgidek? deb ishkirga ho'yla kirib ketdim. Chunki rostimni aytsam, hech kimni ko'rmagan edim. Turdi qo'rqqandan. Nima borsiz? Mushu sizlar o'quvchilar qiziq bo'ldi ekansizlar. Bunda qilsangiz, bekor menga gap keltirsiz. deb mening yengimdan tortdi. Palampayda Sajida qo'lni pulanglitib bizga qarab kulib turardi. "Voy, Sajidami ketdi-ku?" dedim. "Kelmaydi deb o'ylaganmidingiz?" deb kuldi turdi. Sajida o'zining narsalarini ko'tarib, udul ishga kirib ketdi. "Yuring, endi biz kiramiz. Qo'rqotamsiz? Bu qayer?" deb so'radi. Bu yerning turma ekanligi hammamizga ma'lum. Buningdan qo'rqadak hech yer yo'q. Bu bir maktab, dedim. Biz turma tarafga qarab mangdik. Cho'ng eshikdan kirgandan keyinki o'ng qo'l tarafdagi uyga kirdik. Uyda bir qari Xanzo bilan Umarjon o'tiribdi. Men kirishim bilan Umarjon kulib, "Ha, murodingizga yetdingizmi? Mana endi yetding", dedi. "Bizning maqsadimiz turmada yetish emas. Bu sizlarning maqsadinglar. Xushal bo'lgansiz endi?" dedim men Umarjonga qarab. "Voy, o'zingizning nima kirib qolganligingizni texchi bilmayotgamsiz? Har qanday odamni qo'rqitib titirtadigan, yo'lbosni chashqonga aylantirgan ya bu. Sizlarga o'yindak tuyulatamdi", dedi Umarjon. Orliqda turdi so'z qo'shdi. "Voy, bular qiziq. Abiyatdan beri Sajida bilan ikkisi bir-biriga qo'l pulanglitib kulishib yuriydi." Yeliqi Xanzu daftarlarni varaqlab, onkit to'ldirishga boshladi. Rasmiyatlar tugagandan keyin Umarjon bilan turdi. "Endi biz ketimiz. Deydigan so'zlaringiz va ishlaringiz bo'lsa, bizga hozir davlang. Keyin bizni topolmaysiz", dedi. "Rahmat. Sizlarga hech qanday qojitim tushmaydi", dedim. Ular kulgan peti chiqib ketishdi. Bo'limga pakar bo'yliq, mahbus chiroy kichik bir Xanzo kirib keldi. U mening yonchiqimni va uyon-buyanlarimni oqtirib bo'lib, meni sirtdan narsalarimni elib kelishga buyurdi. Men eshik oldida turgan narsalarimni ko'tarib mangmoqchi bo'ldim. Oldimdan egiz bo'yliq, qora qosh, qora ko'z, o'ruq, inchki kiygan, gilafi shalvar kiygan bir odam bilan o'tir bo'yliq, uzun shalom soqolli, ko'k ko'zlik, qarmoqqa, tatarga o'xshaydigan bir qayri odam zambil ko'tarib o'tib ketyotdi. Uzun bo'yliq odam men qarab, "Singlim, kelib qopsiz." "Kerak yo'q", dedi. Dardlik holda bu so'z menga ajoyib ta'sir qildi. Chunki boyatim beri bo'lib o'tgan ishlar menga o'yindek tuyulib, ancha ta'sir qilmayotdi. Bularning sirliq va qayg'uliq aytilgan so'zlari menga eg'ir, dahshatli turmushning qaynimi oldida turganlikdan derak beryotdi. Ishlayotgan odamlardan birisining "O'tkir apandi, Samat obizi, ko'rjaklarni elib kelinglar", degan so'zi anglandi. Ondan men bularning O'tkir apandi, Samat obizi ekanligini bildim. Bularning keyindan o'tganlar, "Kerak yo'q ukam, bu kunlarmi o'tib ketadi. Savrlik bo'lib, chidamliq bo'ling",
deb manga tasalli berayotganligini angladim. Men narsa keraklarimni ko'tarib, asta dastlab ichkariga kirib ketdim. Bu tinch, xotirjam, erkin turmushning oxirgi minutlari edi. Bu yo'ruq jahonning qimmatli vaqti edi. Mening narsalarimni tekshirib bo'lgandan keyin, heliqi o'ruq mahbus chiroy Xanzu o'rin ko'rpalarimni ko'tardi. Men ushaq-tushak narsalarimni ko'tarib, turma zalining eshigiga bordik. Eshik beshikki soat to'p-to'g'ri 3 bo'lgan ekan. Men soat 3da turmaga kirdim, deb o'yladim. Turma zaliga kirdik. Turma zalining o'tirisi egiz ko'tarib selingan yumloq zal bo'lib, bu zalda 5 var shaklda 5 kordur, o'tirdagi zalning ustida aylantirib aynak qo'yilgan bo'lib, yumloq deraza orqali koridorga yo'ruq tushib turadi. Koridorda avtomat tutgan Xanzu saqchilar turadi. Biz 5-zal, ya'ni eshikdan kirishida o'ng qo'l tarafdagi zalga kirdik. Mening o'rin ko'rpalarimni ko'targan Xanzu zalning kirishidagi o'ng qo'l tarafda ikkinchi uy, ya'ni 3-nomerlik kamerning oldiga kelib to'xtab, eshikni ochdi. Men zalga kirib etib, kamerada yo'q deganda 2-3 ayollar bo'lishi mumkin deb ko'z oldimga keltirib kelgan edim. Lekin eshik ochilishi bilan qop-qorong'u, to'pchang bosgan tomlardan xuddi og'amchidek sanglab turgan o'mchik to'rlari eslib turadi. Supa va yerning paskinligidan bir-biridan farq etib bo'lmaydi. Uy ichida bir supurgidan boshqa hech narsa yo'q, yalang'och uyga kirib keldim. Eshik ochilishi bilan odamning dimqiga dahshat sesiq puroq kelib uriladi. Xanzu qorovul mening yuk taxlarimni taxtay supining ustiga qo'yib chiqib ketmoqchi bo'ldi. Men uyning to'ttam va o'gizlariga chang bosgan kichik temir ro'jaklik darizasiga qarab, uyning o'tirisida turib qoldim. Shu hayronchilikda Xanzu qorovulning chiqib ketganini duymay qoldim. Ishning jaranglab etilishi bilan cho'chib aslim keldim. Uyning ichi qop-qorong'u bo'lib ketdi. Bu nima ish? O'ngmi, tushimmi? Men bu tushdan aslim kelay, deb beshimni chayqab baqdim. Yo'q, men tush ko'rmayapman. Men turmada o'zimni ko'ryapman. Bundaq turmay. Bu mening uyim. Bu mening makonim. Tozlab, ratlab o'rnimni solay, yog'ishtiray. Shundoq qilib, men yog'lig'imni elib, beshimni tangdimda, yengimni turib, supurgi bilan uyning to'ttamini, supa va yerlarni supurib chiqdim. Tam ishkabni surtib chiqdim. Dadam men 5-sinfda o'qiyotgan vaqtimda meni bozorga boshlab berib, menga tanlatqizib, o'z qo'li bilan tanlab elib bergan qizil gulli kigizni taxtay ustiga soldim. Tamga yo'lab turib ko'rpalarimni yig'dim. Tam ishkabga chiniqacha, shishyotka, shpassi, sopun, qalam, siyoh qatorliq ushaq-tushak narsalarimni ratlab tizdim. Uydagi chang to'zon va ochiq suydik burg'i odamning dimig'ini yorg'udak etishtirib, ixtiyorsiz tush ko'rsatdi. Biror yuzni tush ko'rdimikin bilmayman. Hatto eshik tubidagi qorovul saqchi tomoq beradigan kichik eshikni ochib, "Nim bo'lding?" deb mening to'xtamay orqa-orqadan tush ko'rganimga qarab kulib ketdi. "To'pchang burnimni yetishtiryapti", deb tush ko'rib turib javob berdim. Shuning bilan uyni to'pchang bo'lib ketibdi, deb yilqi harbiy Xanzu ishni ochib qo'ydi. U kichik ishini yarim soat ochib qo'ysimi, uydagi chang to'zon beslay demaydi. Birozdan keyin u ishini yepib qo'ydi. Uyda men qog'dak ishim qolmadi. O'ltirdim. Uningdan zerikdim. Yetib baqdim. Bu texmo yomon tuyuldi.
Naqshi aytib ko'rdim. U yoq bu yoqqa menib ko'rdim. Lekin hech qaysi zerikishimni bosolmadi. Ondan tomlardagi xatlarga ko'zim tushib, tomlarga tafsilroq qarashga boshladim. Tomlarda, ishda, ishkablarda xilma-xil yozilgan xatlar bor. Ba'zilari qorong'u turmadan, ba'zilari qo'rsoqning ochligidan bo'lsa, yana ba'zilari yolg'izlikdan, og'riqdan to'yib, zorlanib yozgan xatlar edi. Buning ichida esimda qolganlari boshqa kamligicha bilmas odam joniga tegmoqcha o'lmas degan so'z edi. Ostida Mirza Ahmad deb ismi bor edi. Bu ismni o'qiganda ablazining bizning g'o'ljilik yaqin do'stlarimizdan Mirza Ahmad, Mirzahid degan yaxshi bolalar bor edi. Bularni istil tuzitishda millatchi deb qo'lga olib ketdi, deb ular to'g'riliq so'zlab berganlari esimga tushdi. Ha, ularmi mushu kamirda yetibganda, hozir nerdidu? deb o'ylab turib qoldim. Ondan ishkabning ichidagi bir qantiga Mirza Ahmadning xatining yeniga yozilgan yana bir xatga ko'zim tushdi. Bu xat cho'chaklik Ibroy degan birisining bo'lib, xatda dunyoda mendek sarang odam bormi? Guңanting turmusini izlab kelib, darvozani urib, "Men jinoyatchi, meni qo'lga olinglar" deb turgandan keyin ikki soqchi chiqib, mening g'arq masligimni bilib, meni so'rab ko'cha beshiga opirib, "Ket" deb haydavasa, men yana kelib, darvozani urib, "Meni qo'lga olinglar" deb turgandan keyin ular bir qancha qatim meni haydavasimi, ularga men yolg'on tunishtirish bilan keldim, "Meni qo'lga olinglar" deb darvoza tüyida turib, ishni uribdiman. Ettigan hushimga kelsam, o'zimni turmada ko'rdim. Mana shuning bilan 15 oy bo'ldi. Turmada meningdek odam yo'q, deb yezibdi. Rastilla qiziq ish bo'pti, deb o'yladim. Boyqi turmaga meni boshlab akirib qo'ygan Xanzu soat 4da o'birni elib chiqdi. Soat 5da tamoq vaqti bo'ldi degan edi. Texi bir soat to'shmidimikin-a? Turmada vaqtni o'tkazish nima degan tas? Kamirning ichi qop-qorong'i bo'lib ketdi. Menga xuddi 7-8 soat o'tgandek bilinib ketdi. Ko'pchilikdan 1 minutmi ayrilib boqmagan bo'g'ashqa, o'zim yolg'iz qorong'i uyda vaqt o'tkazmak intayin qiyin tuyuldi. Bir soat shuncha uzun bo'lsa, kunlarni, oylarni, yillarni o'tkazmak bir ish o'xshaydi. Bir qancha kun o'tgandan keyin o'ynab qolaman. Bu kunlarmi o'tib ketadi, deb o'z-o'zimga tasalli berdim. Kashf bo'lib ketdimi nima? O'rnimdan turib, derazaning o'diliga kelib sirtqa qardim. Chang bosgan qo'sh aynaklik derazadan sizik ko'k osmonlar ko'rinadi. Texi kun patmagan yo'ruq edi. O'rnimdan turib qarab, eshik oldiga berib, eshikdan biror yangi ko'zdak to'shik bormidi degan umid bilan qarashga boshladim. Eshik nepiz temir taxta bilan qoplangan bo'lib, uni buzish va to'shik echish tez edi. Men uzoq sinjilab qarash jarayonida bir to'shik topdim. Shu to'shik orqali zalga qarashga boshladim. Buningdan faqat to'shikning o'dildan o'tgan odamlar bilan o'dildagi kamirning ishigini ko'rishga bo'ladi. Xeyli uzun qardim, lekin hech narsa ko'rmadim. Qaytib o'rnimga kelib o'ltirdim. Turmaning ichi borgan-sari qorong'ulashdi. Xuddi qabristonda o'ltirgandek atrofim surlik bo'lib ketdi. Kichik tor turmaning ichida u yoqdan bu yoqqa mang'atdim. Shunda qilib, men kutgan soat 4 mo bo'ldi. Talada oshqishning sharaqlagan ovozi anglandi-da, zalda bir qancha kishilarning mang'an va eshiklarning bir-biridan sharaqshib ochilgan ovozi anglandi. Hojatxonasi taladimidu, nerdidu, deb o'yladim va diqqat bilan talaga quloq solib tinglab turdim. Taroq turuq qilib, eshiklar ochilib, ortiq ovozlar anglanmasdan, faqat salmoq qadam bilan birovning mang'an oyoq ovozi anglandi. Men uydagilardan 2-3 odamning, ba'zi uylardan o'tganlarning sharaqlagan ovozi anglatdi.
manga o'chirab keldi. Qarovullarning ishini shunday qattiq jarangitib echayotganligini bilib tursammi, yuragim jo'g'ildab saskinib ketdim. Eshik ochilib, sirtqa chiqdim. Hojatxonami koridorda ekan. Bir koridorda 10 uy bo'lsa, 10-chisi hojatxona ekan. Hojatxonaga 2 soqchi, 2 odatga odam elib chiqib, 2 odam echilgan kamerni kirib tekshirib chiqsa, 2 qurolli soqchi hojatxonaga bile kirib, eshik tubida kutib birga elib qaytatdi. Bu yerda ishlaganlarning hammasi Xanzo edi. Hojatxonadan chiqqandan keyin ular yana hojatxonaga kirib tekshirib chiqargan. Bu menga qiziq tuyuldi. Hojat vaqti 1 soat davom qildi. Ko'p o'tmay tamoq vaqti boshlandi. Ishning kichik tamoq beradigan eshigi taraqshib ochilib, Xanzo oshpaz ko'rindi. U menga: "Sen yen keldingmi? Tamoq qachon borma?" deb so'radi va orqadan bir yo'g'on javurga qizil purchoqdan pishirgan tamoqni silib berdi. Bugun faqat tamoq yegim yo'q edi. Shunga bir ikki qo'shiq yepla elib qo'ydim. Men kutgan o'zgarishlarning hammasi bo'lib o'tdi. Endi tong otqicha hech qanday o'zgarish bo'lmaydi deb berib o'ltirdim. Chiroq yondi. Chiroq xuddi unib chiqqan po'qoqdek o'z o'rniga chaplashib turardi. Uning yuraqi uyni aran yo'rtatdi. Endi tushma-tush kamerlardan naqsha ovozi anglashga boshladi. Shunchalik muңliq, shunchalik yaqinliq naqshlar bu joyda mening faqat yolg'iz emasligimni bildiradi. Bir kamerda naqshi boshlansa, yana bir kamerdagilar uningga qo'shilib, muңliq, dardlik naqshi to'lqini osmonga qarab ko'tarilib ketayotgandek odamning ko'nglini ezatdi. Butun zalda soqchilar kamerlar aro yugurishib, naqshini to'xtatish uchun tirishsimi, lekin naqsha ovozi zodla besilmaydi. Xeyli uzun vaqt naqsha anglab o'ltirdim. Naqsha ovozlari besildi. Atrof tishilib, butun turma rayonida jimjitlik hukm surdi. İçim yana siqilishga boshladi. Berib tomiga yo'linib o'ltirdim. To'g' Xudoyim, biz nima umid orzularni qilgan edik? Nalarda o'tiramiz ha? deb g'uva yurib turgan chiroqqa qaradim. Maktab mudirimiz Rizvon appayning o'qishimga natija, kelajagimga baxt tilab, xalqimizning umidi sizlarda, yaxshi odam bo'lib chiqinglar deb aytgan so'zlari quloq tubimda jaranglab ketdi. Bizning o'qish bitirish marosim maydoni ko'z oldimga keldi. Qadrli radio anglovchi do'stlar, bu tarixiy asarning davomi keyingi qatimliq anglitishimizda huzuringlarda bo'ldi. Diqqat bo'lganinglarga ko'p rahmat.